Bütün Xorazm ahli uchun yangilik 50 metrlik sahna bezaki ko'rganmisiz? Bilasizlar, Urganchda Ko'naboni yanida joylashgan dunyo gullari, juvo gullarimizdan, iskustveniy gullarimizdan zo'r narxlarda qo'yib berish bilan tanilgan. Endi nasib etsa sahna bezaklarini ham zo'r narxlar olib ketishingiz mumkin. Nima uchun hech yerda yo'q deb turibman obunachilar. Gullarni e'tiborating sahna bezaklarimizda hech yerda yo'q bo'lgan neobычный modeldagi xo'shroq gullardan tanlab qo'yibdilar. Xullas, hozir oldindan kelgan 10 obunachimizdan skidka baholarda sahna bezaklarimizni zo'r aytib beramiz. Qadrli obunachilar, bir xonamiz to'liqi bilan tabiiy gullar bo'ladi. Bu yerda hamma yerda narxlar arzon, men har doim aytaman, maqtayman. Masalan, qaranglar, shu gullarimiz, bu gullarimizni iskustveniysini o'zi 400-450 ming so'm sotiladi, lekin tabiiysini narxini qaranglar. Duvaki bilan aytib turibmiz. 450 ming so'm tabiiysi bu obunachilar. Xolasangiz bundan yana kattaroq bor. Buni ham 450 ming so'm aytib beradilar. Sun'iy gul narxida tabiiy gullarni yana Xitoy, Gollandiya gullarini uyingizda o'stirishingiz mumkin. Bir xonamizda esa obunachilar to'liqi bilan iskustveniy gullar bo'ladi. Narxini qarang, vazasi guli ichida so'mka savati bilan 30 ming so'mdan boshlanadi. Hech yerda yo'q baho. Sentyabrda qizingiz podarka olib borsam quvonib qoladi o'qituvchisi. Keyin bu yerda ko'rib turganingiz ofisning gullarimiz. Har xil varianti bor, mevalari bor, gullilari bor. E'tibor eting obunachilar. Bularning narxini keladigan bo'lsak, shularni 300-350 dan qo'yib berdilar. Qadrli obunachilar, bu yerga kelsangiz har xil turdagi ofisning kreslolarni topib ketasiz. Hozir ko'pchilik ina igroviy zonalarda tutib turadi, bunday narsalarni topib ketasizlar. Xullas, ofisingiz uchun kerak bo'ladigan mebellardan tutib to kompyuterlargacha hamma narsani представление bilan qilib beradilar. Aytgancha gullarimizdan ofislaringiz uchun bularga qo'shib представление asosida olishingiz mumkin. 1 yosh 5 to'y, fotiha to'ylar uchun obunachilar shunday sahna bezaklarimiz ham bor. Xolasangiz buni gullar bilan ham bezatib beramiz. Xolasangiz sharla, ichine xo'sh etib adlaringiz yozilib, chiroyli chiqadi. Buni ham yurib turgan narxdan arzatib qo'yib berajaklar. Manzilimiz obunachilar hamma biladigan Urganch dehqon bozori Sum tarafdan kelaverasizlar, 5 blok toza tunnelda o'tasizlar. Bir Ko'naboni yo'lini desa ko'pchilik biladi. Dafna mebelning yonida joylashgan dunyo gullari. Shunday xo'sh etib gullar bilan bezatib qo'yibmiz. To'liq ma'lumot uchun telefon raqami, profillarni qoldiramiz. Bemalol zakaz beraverasizlar. Bu yangilikni, gullarni, mebellarni arzon yerini qarab yurgan yaqinlari yuborib qo'yasizlar. Bütün Xorazm ahli uchun yangilik 50 metrlik sahna bezaki ko'rganmisiz? Bilasizlar, Urganchda Ko'naboni yanida joylashgan dunyo gullari, juvo gullarimizdan, iskustveniy gullarimizdan zo'r narxlarda qo'yib berish bilan tanilgan. Endi nasib etsa sahna bezaklarini ham zo'r narxlar olib ketishingiz mumkin. Nima uchun hech yerda yo'q deb turibman obunachilar. Gullarni e'tibor eting, sahna bezaklarimizda hech yerda yo'q bo'lgan neobычный modeldagi xo'shroq gullardan tanlab qo'yibdilar. Xullas, hozir oldindan kelgan 10 obunachimizdan skidka baholarda sahna bezaklarimizni zo'r aytib beramiz. Qadrli obunachilar, bir xonamiz to'liqi bilan tabiiy gullar bo'ladi. Bu yerda hamma yerda narxlar arzon, men har doim aytaman, maqtayman. Masalan, qaranglar, shu gullarimiz, bu gullarimizni iskustveniysini o'zi 400-450 ming so'm sotiladi, lekin tabiiysini narxini qaranglar. Duvaki bilan aytib turibmiz. 450 ming so'm tabiiysi bu obunachilar. Xolasangiz bundan yana kattaroq bor. Buni ham 450 ming so'm aytib beradilar. Sun'iy gul narxida tabiiy gullarni yana Xitoy, Gollandiya gullarini uyingizda o'stirishingiz mumkin. Bir xonamizda esa obunachilar to'liqi bilan iskustveniy gullar bo'ladi. Narxini qarang, vazasi guli ichida so'mka savati bilan 30 ming so'mdan boshlanadi. Hech yerda yo'q baho. Sentyabrda qizingiz podarka olib borsam quvonib qoladi o'qituvchisi. Keyin bu yerda ko'rib turganingiz ofisning gullarimiz. Har xil varianti bor, mevalari bor, gullilari bor. E'tibor eting obunachilar. Bularning narxini keladigan bo'lsak, shularni 300-350 dan qo'yib berdilar. Qadrli obunachilar, bu yerga kelsangiz har xil turdagi ofisning kreslolarni topib ketasiz. Hozir ko'pchilik ina igroviy zonalarda tutib turadi, bunday narsalarni topib ketasizlar. Xullas, ofisingiz uchun kerak bo'ladigan mebellardan tutib to kompyuterlargacha hamma narsani представление bilan qilib beradilar. Aytgancha gullarimizdan ofislaringiz uchun bularga qo'shib представление asosida olishingiz mumkin. 1 yosh 5 to'y, fotiha to'ylar uchun obunachilar shunday sahna bezaklarimiz ham bor. Xolasangiz buni gullar bilan ham bezatib beramiz. Xolasangiz sharla, ichine xo'sh etib adlaringiz yozilib, chiroyli chiqadi. Buni ham yurib turgan narxdan arzatib qo'yib berajaklar. Manzilimiz obunachilar hamma biladigan Urganch dehqon bozori Sum tarafdan kelaverasizlar, 5 blok toza tunnelda o'tasizlar. Bir Ko'naboni yo'lini desa ko'pchilik biladi. Dafna mebelning yonida joylashgan dunyo gullari. Shunday xo'sh etib gullar bilan bezatib qo'yibmiz. To'liq ma'lumot uchun telefon raqami, profillarni qoldiramiz. Bemalol zakaz beraverasizlar.
bu yangilikni, gullarni, mebellarni arzon yerini qarab yurgan yaqinlari yuborib qo'yasizlar.